Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, YouTube tomoshabinlari. Tinchmisizlar, sog' salomatmisizlar? Nasib bo'lsa yana bir fayzli xonadonimiz ishlarini juda chiroyli tarzda yakunlab oldik. Ko'rib bitta baho beramiz. Yoqqan bo'lsa obuna bo'lib qo'yib, like tugmachasini bosib qo'ysanglar juda ham xursand bo'lib qolamiz. Qilgan ishimiz qanchalik sifatli va chiroyli ekanligini bilib olamiz. Ko'rib turganlaringizdek, patologimiz MDFdan bo'ldi. Juda chiroyli stilda oppoqroq simonda. Bu xonamiz uzunligi 11.35 ga 5 metrlik bo'lgan xonamiz, uzunlikda bo'lgan patologimiz variantimiz bo'ldi. O'rtalariga mana juda chiroyli bezakli gullar, hammasi o'zini ideal ko'rinishdagi jarayonlar qilindi. Bu patologimiz mana bu o'rtasi kirib turibdi. Tuyagalarimiz, svitlarimiz, oynalik juda zamonaviy, juda chiroyli stillardan biri. Ko'rib turibsizlar, patologimizning hamma joyi 100% MDFdan bo'ldi. Bu patologimiz o'zimizning Qashqadaryo viloyatida Kasbi tumanida bo'lgan patologimiz. Yoqqan bo'lsa obuna bo'lib qo'yib, like tugmachasini bosib qo'ysanglar juda ham xursand bo'lib qolamiz, chunki kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqsangizlar bo'ladi. 12 ta viloyat bo'yicha ishlaymiz. Qashqadaryo, Surxondaryo, Buxoro, Samarqand viloyatlariga chiqib turamiz. Uzoqroq viloyatlar bo'layotgan bo'lsa, Toshkent, Vodiy tomonlar bo'layotgan bo'lsa 200-250-300 kvadratlar oshsa qiladigan patologimiz. Narx-navoga to'g'rilab qarab bemalol gaplashib qilib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqsangizlar bo'ladi. Videomizning ostida nomer qoldiramiz. Shu nomerimizda Telegram, WhatsApp, Instagram, YouTube kanallarimiz hammasi bor. Bemalol chiqsangizlar bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, qanday juda chiroyli shaklda bo'lgan patologimiz. Hammasi o'z o'rnida. Ortiqcha lishni bezagimiz yo'q. Tuyagalarimiz 5lik Z tuyagaga olingan va bunimiz 4,5lik lenta tuyagaga olganmiz. Mana bu devolimizning girdida 15lik gullarimiz bor. Narx-navolarga keladigan bo'lsak patologimizni o'sha pastda nomer qoldiramiz. Bemalol telefon qilsanglar narx-navolarni aytib eshittirib o'tamiz. Video davomida nima kamchilik, nima so'z bo'lgan bo'lsa bemalol aloqaga chiqsanglar gaplashamiz. Qayerdir kamchiliklari bo'lsa sizlar to'g'rilab ketamiz. Keyinlariga bemalol ishlaymiz. Bu patologimizni o'rtasiga bitta kattaroq qandil, ikkita maydaroq qandil qo'yib ketamiz. Provodalar taylab ketilgan. Har bittasi alohida. Bittasi bittadan, bu bittadan hammasi 3 ta o'kilchatil qo'yilgan. Bu galaginimizning o'zi bittada yonadi. Bu yoqqa 4 ta, bu tomonga 4 ta qo'yganmiz. Aytib o'tganlarimizdek bemalol aloqaga chiqsangizlar bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan MDF kanali bo'ldi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqsangizlar bo'ladi. Uyimizning razmeri 11.35 ga 505 santimetrlik bo'lgan xonamizga bo'lgan fasonimiz. 12 ta viloyat bo'yicha ishlaymiz. Bemalol aloqaga chiqsangizlar bo'ladi.
Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.